Odamlar mebel olayotgan paytda hamma narsani ko'zdan kechirib chiqqisi keladi. Avtotuninchlar nima uchun yorug'likni baland qo'yib ishlashini bilasizmi? Ular mayda detallarni yorug'ida aniq ko'rishadi. Xuddi shu tamoyil mebelga ham tegishli. Chunki polirovka rang, mato va materiallarning asl sifatini faqat yorug'lik ostida bilsa bo'ladi. Bizning mebellarda polirovka ham, rang-barang materiallar ham asl holatda bo'ladi. Toshkentda sifatga bunchalik urg'u berib ishlab chiqaradigan joy topilishi qiyin. Dizayndagi ayrim detallar ham ataylab shunaqa qilingan. Masalan, shakllar nega biroz yumaloq qilinganini so'rashingiz mumkin. Chunki har bir mijoz o'z darajasidagi mebelni olayotganini his qilsin deb o'ylaymiz. Uyiga o'rnatilgandan keyin unga qarab, ha, men haqiqiy premium oldim deb mamnun bo'lsin. Bu mebellarni vaqt o'tgan sayin qadri ketmaydi, uslubi ham o'zgarib qolmaydi. Ishonch bilan ayta olamiz. Mix Info premium mebellar fabrikasi sifat va didga kafolat beradi. Agar uyni haqiqiy premium mebel bilan bezamoqchi bo'lganlar bo'lsa, kommentda plyus qoldiring. Biz o'zimiz bog'lanamiz.